Ene arka, ene. Ana shu bizerdi. Arkan çıktı. Yip chiqdimi? Ana shu narsa. To'g'ri turing. To'xta, birisi tanqirtdi u. Tang'irdi, tut. Ana shu narsa bizerdi mana qana mana yip mana. Mana. Pressip Aldı şakındagi ip bu. molning shahini ham tuyunchigan bor mana. Ana shu narsa bizga mushet berib turibdi-da. Ana shu narsani bor deb aytdim-da men. Chiqaylanib qolgan bu-da. Bu ko'p vaqt bo'lganda buni yeganini. Oylar, yillar bo'lib ketgan o'xshaydi, qarang-da. İçinden çıktım oşuyup. Qarasangiz bo'ladi bu. Qamoqning arasindami? O'zi yegan bu. O'zi o'tida qo'shib yevergan. Shayni yurgan bu. Mol. Assalomu alaykum. Hasanboy Boltayev va Real Gap 90 YouTube kanali obunachilari. Bugun hozir mana mol operatsiya etishga boraturmiz doktor yonimda. Kuzatib boraverasizlar. Hava xudo xolasa hozir bir molimiz yippa simma xullas oshqozonda yot narsa bor. Shuni operatsiya qilib olib ko'ramiz. Xudo xolasa Alloh tavakkal. Kuzatib boraverasizlar, qo'llab-quvvatlab. Rahmat hammangizga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bu molni ko'rmaya keldik. Bu molning ichida yippa, simma, klinkama xullas bir narsa yeb qo'ygan degan gumondamiz. 3 kun lechina qildik, bo'lmadi. Mana kuchanib turibdi. Salgan tezak tashiydi, tezak yo'q desa ham bo'ladi. O'zi qarni mana shishib turibdi. 8 oylik ichida bolasi bor, bo'az. 9 oyga qaraq 27sida to'ladi, ha? 27sida 9 oy to'ladi. Yok 19'unda. 19'unda. 2 hafta vaqt var-da endi. Endi gapda xudo xolasa 9 oy bo'ladi. 19'unda. 19'unda. Yaxshi, xudo xolasa Allohga tavakkal ko'ramiz. Nasib etsa. Bo'ldi atna. Tavakkal bu. Yaxshi bo'lib ketdi. Ava. O'ylam bor, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Qani sal o'shavering? Da. Bismillah. Sağlıda yok. Da. Rozaga Şeratan malını operatsiya etacak desa kim etadi bu? Nurbek edi hozir, Nurbek bilamagan deydi. Kim? Roza, To'ptashi. Ha. Ben bilamagan deydi. YouTube'ga qo'yibsiz-ku videolarni. Endi buni hozir tushirishdan maqsad kimdir ko'radi, o'g'adan foydasi tegadi-da baba. Yamanına birinci tezek çıkarganı yaman ekan da. Kuladı. Ne saat tesir etedi bu? 2 soat ta'sir etadi. Nasıl bulatsa. YouTube'da ko'rdim operatsiya etgan. Keskinlarni ko'rsatmay qo'ying, ha? Yumaysami? Atrofiga ketamiz, ne bilan, yot bilan. Yumaymiz. Ha, keskinlarni ko'rsatingmi? Ko'rsataveramiz. Jabirda qo'yamiz o'sini. Yot bilan. Bo'lmasa ограничение qo'yadi-da. YouTube bloklash ham mumkin. Yot bilan abrabot ketib olamiz uni. O'zim blogermisan? Ketaveramiz. Bunun ishlarini chiqaraman ish qilib. Atakasdan biri kerak qo'ydi. Ha, atakas ham. Tamam, kamera ko'tarib turmaydi bu. Fotoapparat. Do'stlar. Operatsiya jarayoni.
Dostlar mana operatsiya jarayoni. Mal jonivor narkozning ta'sirida yotibdi. Bo'ldi. Tak buni Kerak aka? Sen qo'lini o'zing. Voy, o pusit havo chiqib ketdi u. Ish chiqib ketdi voy. Metan mashin. İterin yine. İterin. Aynağını yatıp gitmeyeyim mi? Yak yatsın yatsın. İterin iterin. Bo'ldi to'xtab turing. Chiqib yotdi u. Bir lagan qo'ysinmi ya shuga? Bilme, taza var ya, zatıymışlar. Şöyle vereyim mi? Yap kelin. Yürüme. Ama ben söylememişim. Ayna kata vereyim mi? Qaytaraverin. Suvni mazi berib turibsan. İçkisi geldi. İşte. Şey berib yotdi. Saman yetib qolgan bunda tig'ilib. Yalma götürgenden ki. Onun fitilleri. Ha, bunu ya drabilkadan chiqqan bu o't qirqishdan ha. Hava. Şeyle götürgenden tamam. Chaynamay yutgandan keyin Tunugun bir kuni kesdim. Olam tap yana shundayda. Tap yana shu massa undan ham chiqdi. so'ng singir olmaydi-da. Şunu almaydı çiğnemeyle de şöyle bezle törende açar almış da. Bizlarda drabilka bordan, lekin vaqt yo'q bo'lgandan chiqarib bermaymiz. Qo'ygan Ko'rib suvimiz shundan ish turibdi suv. ko'p ishtimas u. Yani içerek yakın. Vay, güzel bir çıktı bak. Ne çikolata vereyim mi şöyle? Aling asangiz. Ishlab yotaverganda bu. Bir çıkta bir torba. Bir yamlab. So'ng singir olmagan ha. O kaptan açıyor. Qaranglar qancha pech o'yapti buchi. Ko'p peyli. Shu yani saman boday saman. Endi quruq parhezda bo'ladi-da bu. Quruq parhez. Doğru çıkacak bu ne? Dostlar birisi jarayonu ketibdi ne? Mal tığılgan. Boday presme, saman presme drabilkada chiqadi prestigiga tığılib. Sen de sen suğa yiyip tutuyordun. Singir olmay qolgan. Videoni malga qiziqadigan joylaringizga do'stlaringizga berib qo'yasizlar. Bu videoni esa bir Boltay bu Real Gap 90 kanalida chiqadi. Vay, ne çıktı? Ya karakter. Çeyneme yegen mal. Mana bizlarda. Ene arkana, ene. Ana shu bizlarda. Arkana çıktı. Yip chiqdimi? Ha, ana shu narsa. To'xtab turing. To'xta, birisi tanqiribdi qo'y. Tanqirdi, tut. Mana. Voltan bor qo'y narsa. Ana? Ya tanqirib turibdi. Aynan. Ana shu. Ya. Bu. Yip. Ana shu narsa bizlarda mana yeb mana. Mana. Pres yeb aytdim-ku, o'ralib qolgan. Pres emas bu. Pres mana. Bu pres. Bu yog'inda mana. Bu ko'p vaqtdan qarayib ketgan bu. Ha, mana. Ko'p vaqtdan beri. Malda şakındaki yip bu. He, molning shahida ham tunchigan bor mana. Ana shu narsa bizga ham ketib berib turdi-da. Ana shu narsani bor deb aytdim-da men. Yine yok, beni takırda tuttu. Şu ortada var bu. Toshga aylanib qolgan bu da. Bu ko'p vaqt bo'lganda buni yeganini. Bu
Soman var bile. Aylar, yıllar bo'lib ketgan o'xshaydi o, qarang-da. Yaqinda yegan emasmi? Ana shu Hozir bitirib ko'rsatamiz buni. Xudo xolasa endi qo'rqatan yeri yo'q o. Xudo xolasa. Xudo xolasa endi. Ya, yeli o'zini kelmaydi. Narxos ta'sirida-da o'zi. Evet. Canavar. Yarim ketdi masalan. Qiynalib turgan ekan-da. Hazina bir ko'raylik. Mix, fiq bo'lsa, ham qo'ldan kelgancha bir qadar ko'ramiz. Neyse yo'q jo'q. Bular qasab ketib to'ydi bular. İçinden çıktım o şeyi. Hey, Qarasangiz bo'ladi bu. yermet çakırsan ya. Onun karıp yerlerine değil. Siz Gitkeninde babam boğuşunun. Hey, koysa kırıp gitti. yo'q, yo'q dedingiz-ku. Aytdim-ku, ichida shunday deb bor buning deb. Qarang, Yermet molat apsızı. menga ko'rsatgan Video gitti mi? mana do'stlar. Tak. Mana shu yeb chiqdi bu. Mo'ynandagi yibba buni o'zib bilmayman. Yakada düşken emas. Aa, yeb ham o'zgarib ketgan bu. Umuman boshqacha yib bu-da. Qarayib, mana sizlar bormi? Temirlar ham bormi? Tanqilda qolibdi. Aytib bo'lmaydi-da, uchib kelaman masalan bir yerda masalan, qamoqning arasindami. O'zi yegan buni. O'zi o'rtada qo'shib yevergan. Chayni yurgan bu. Mol degan og'zini ilsa bo'ldi-ku. Chaynab yutib veraveradi. O'zi ham qora mol o'xshaydi-ku, ha. So'ng ko'sh qaytarib, o'zim yetib singiradi-ku. Yo'q, erta yeylaveradi, unday demak, to'xtab turing. Yaxshi bo'lsinmi? Qani suvda olib keling endi. Hep şurada çay. Balan Ko'rardim. Ses yok mu başka? Yo'q. Aşkazan çiz taptaza oldum. Yo'q, taptaza bo'lmadi. Masa bormi hozir? Bar massa bor. Ya düşürdüm yaşarak. Ha, tushirdim. O bir yılga boğa mı yiyip? Bundayda o'yib bormi, bir mishunda yaxshi yotaveradi. Hech mish aytib bermaydi. Ben onu soyladım. 1 metre rijinga açtı. Vallenin kameri çıktı içinden. Özünde soyladım. Karı kız vardı. Orada kıydı burada. Bağı çiğmettim. Soydu. Karnını yarıyordu. 1 metre vallenin kameri çıktı. Ko'p bunday dasmal chiqadi. E'tiborsizlikda kemchilikka tushib ketadi. Yeb ketadi press. Ya o yaqinda samon. Shu yerdan samon. Sava. Bu meni qo'rqitib turgan bir yeri tushda sal qiynalishi mumkin. Ana shu qo'rqitib turibdi, bo'lmasa buni yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa xudo. Просто bo'g'azligi sal qisantirib turibdi. Endi ko'ramiz, tavakkal bo'lamiz. Video uzayib ketacak-ku bu. Qisqaroq aytaveramiz. Dadam yarim soat qarib qoladi agar buni tushiraman desak. Çatayım mı ya? Bittik bu ana ko'rsatamayardim arasında bir azroq tushiraman da onu. Kısa etmiyor. Ama bo'ldi-ku. Tazalarimni to'g'ri. Tegishning ham sekretlari bor ekan-ku. Birinchi tegish ichkarida qolib, sirtidan ikkinchi tegish. Shimidi Lamber tegishda bu. Xatar tegadi ona. Ha, bo'shliq organlar xatar tegiladi. Bu narsani o'qilda bilan chiqarib bo'lmaydi. Nerga ketavergan? Qassobqami? Endi xullas go'shtni qayta ishlashga. Tegish jarayoni do'stlar. Ma'lum yotibdi mana. Bugun yana Sal olib qo'yingizda. Bo'ldimi? Shanba 2025-yil. Bo'ldi. Chisanchasi 7si. Chislan 7-aprel. To'g'ri. Kimda yetgan deysan?
Ya Halime Hanım var. Aha. Şuların başkazanını. Bebek içeri vereyim mi? İçi O verseniz. keskene olan operatsiya desene. Başkazanı aladı. Atan havada yıkılıp gitme. Kesip ana bir kızını operatsiyadan kemanglar onu bunu deb atdı. Ham şuna. Xirurg masakan детский bir belak deb Bola. atdı. Ey. Kokoş ko'sa kokoş. Mesela şöyle- Sergene Ha? orada tutuversa olmasa bir iki ay sen hepsini tiyse azıp kaladi bu. Endi ma bir ko'rsaklaring. Kutu var mı? İki birinchi, ikkinchi, Da, uchinchi. Der. Bu uchinchi tegish bu. Sartda to'rtinchi tegish bo'ladi ekan-da shunda. Onam operatsiya etib olacakmısın? Yaga o'tiraversin. Ya onu aynı anda ne desem? Bayağı argım aldın işit verdim. Onam shu yerni. Serpesa. Bir yerde asa bolam onu. Ha. Bayağı da maslakan onun malına kasaplarken tiren kesip atlaşar değil mi? Xirurgning birinchi dushmani infeksiyada. Endi infeksiya bayağı ko'pdan qo'ldan kelgancha qarshi kurashamiz. Bu nechanchi tegish endi bu? Bu oxirdan ikkinchi. To'rtinchi bu. Ya ne bu? Dezenfeksiya. Oksijen sprey. Kanı to'xtatib bo'lish kerak ha. Xullas sava. Azaplandim. Oh. Yo'q. Kaloriyasi kuchli, sifatli, lekin massa kam bo'lishi kerak-da. Bunlara ne? Injaradan kam-kamdan istab bersangiz bo'ladi. Ya buncaran to'xtatdim, o'tira berma deganlar. Unutmay ham qo'ydi o'zi. Endi axir qarnida yog'i narsa chiqib turibdi, nechta unutiladi bu. Su al ekan. Matkani ochishdan o'qil yo'q-da. Matkani ikki vaqt ochiladi matkada. Birinchisi bug'a kelgan vaqti, ikkinchisi tug'atan vaqti. İş börüyüp. Ya bunu ham bilmedik. Baxtiyor damla. bilmedik. Ne o degan? İş börüyüp Baxtiyor damla. Kucağına, üvey Qaysini? kucağa kirib tupqa. Var bu. Necha qator tegilyapti bu? 1, 2, 3, 4-chi qator, 5-chi qator bo'lar ekanda teri. Yo'q, oshqozonga hech zarar yo'q. Oshqozon 2 marta keldi. Sal avru bo'ladi-ba, bu kesilgan yer. Havo. Yegan da. Yuragan bormi? Reklama ocakka turish kerak bu. Yat. Yuragam shu odamnikinday. Qon ham shu, prosta bir ovqat hazm qilishi boshqacha bu qani. Prosta ong yo'q, Til yo'q, tili yo'q. ortiq ko'rinadi. Aytolmaydi. Vay. Yuraverdi ya qo'y. Axiri qassob chaqirib so'ydirib berdik. Biz yani bezonun bir maldan teshib tashlab qo'yardi, ha? Bo'shalib ketgan kechda. Ikki malni zaylab tashlaydi, buni o'zi davolab. Bir kuni Oxirgi tikish jarayonlari. 20 o'zing ko'rasan. yaxshi, endi masalan Yani do'stlar, operatsiya tamam bo'ldi. Sirtangi 5-chi tegish ham bo'ldi. Bo'ldimi? Qani shu bilan Eskilarda shishalarda alalım. videoni yakunlayverik. havo bo'ldi, xudo xolasa. Endi ko'ramiz. Buyog'i Allohga tavakkal. Xudo xolasa nasibada bo'lsa, havo yaxshi bo'lib ketadi, nasib etsa. Yaxshi bo'lib ketgay. Tarlaga tıklayın. Bo'ldi. Rahmat hammaga e'tiborlaringiz uchun.